Keling, bugun sizlar bilan ko'paytirishning oson yo'lini o'rganib chiqamiz. 15 dan 15ga ko'paytiramiz. 15dan 15ga ko'paytirsak, faraz qilaylik, 1dan keyingi raqam 2 bu 1ni 2ga ko'paytirib olamiz. 1 ko'paytirib 2. 1ni 2ga ko'paytirsak, 1 kira 2, 2 bu yerga 2 qo'yamiz. 5ni 5ga ko'paytiramiz. 5 ko'paytirib 5. 5 kira 5 25 bo'ladi. 5 kira 5 25 bu yerga 25 deb yozib olamiz. 25ni 25ga ko'paytirganimizdan keyin 2dan keyingi raqam 3. 2ni 3ga ko'paytiramiz. 2ni ko'paytiramiz 3ga. 2 kira 3 6. Bu yerga 6 deb yozamiz. 5ni ko'paytiramiz 5ga. 5ni 5ga ko'paytirsak 25. 5 kira 5 25 bo'ladi. 35ni 35ga ko'paytirganimizdan keyin 3dan keyingi raqam 4 bor. 3ni 4ga ko'paytiramiz. 3 ko'paytirib 4. 3 kira 4 12. 12. 5ni 5ga ko'paytiramiz. 5 ko'paytirib 5. 5 kira 5 25 bo'ladi. Bu yerga 25 deb yozamiz. 45ni 45ga ko'paytirganimizga 4dan keyingi raqam 5 bor. 4ni 5ga ko'paytiramiz. 4 kira 5 20. Bu yerga 20 deb yozamiz. 5ni yana 5ni o'ziga ko'paytiramiz. 5 kira 5 25. Bu yerga 25 deb yozib olamiz. 55ni 55ga ko'paytirganimizdan keyin mana shu 5dan keyingi raqam 6 bor. 5ni 6ga ko'paytiramiz. 5 kira 6 30. Bu yerga 30 deb yozib olamiz. Keyin 5ni 5ga ko'paytiramiz. 5 kira 5 25. Bu yerga 25 deb yozib olamiz. 65ni 65ga ko'paytirsak, 6dan keyingi raqam 7. 6 kira 7 42. 42. 5 kira 5 25. 75ni 75ga ko'paytirganimizda 7dan keyingi raqam 8 bo'ladi. 7 kira 8 56. Bu yerga 56 deb yozib olamiz. 5 kira 5 25. 85ni 85ga ko'paytirganimizdan keyin 8dan keyin 9 bu 8 kira 9 72 bo'ladi. Bu yerga 72 deb yozamiz. 5 kira 5 25. 25. 9dan keyin 10. Buni javobi 90,25. Sizlarga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yurakcha tashlab qo'ying.